Assalomu alaykum koreys tili o'rganuvchilari. Bugun birinchi dars koreys alifbosi, ya'ni unli harflarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Koreys tilida 10 ta oddiy unli harflar bor. Ular a, ya, o, yo, u, yu, o, yo, i, u. Bularni endi birma-bir ko'rib chiqamiz. Koreys alifbosida harflar chapdan o'ngga va tepadan pastga qarab yoziladi. Xuddi a harfining yozilishini ko'rsatilganidek, mana tepadan pastga, chapdan o'ngga. O ham oldin tayoqchasi va yuqoridan pastga qarab yoziladi. U harfi mana chapdan o'ngga, tepadan pastga. O harfi ham xuddi shunday oldin yuqoriga tayoqchasi, tepadan pastga va chapdan o'ngga. I va u harflari u to'g'ridan to'g'ri bitta tepadan pastga yoki u harfi chapdan o'ngga qilib husnixatni to'g'ri yozishni o'rganib boramiz. A, o, u, o, i, u. Faqat oxirgisi bizda yo'q. Qolgan harflar xuddi bizning alifbodagi harflar bilan bir xil tarzda bo'ladi. Endi aziz o'quvchi, qolgan unlilarni o'rganishning oson usulini o'rgataman. Mana shu a da bitta qo'shimcha qo'shilgan. Mana shu qo'shilgan qo'shimcha tayoqchani biz y deb hisoblaymiz. Shunda ya harfi hosil bo'ladi. Qolgan o, u, o harflariga ham xuddi shunday bitta tayoqcha qo'shiladi va o'sha tayoqchani biz y deb tasavvur qilamiz. Va nihoyat bizda keyingi 4 ta unlini o'rganish uchun, o'zlashtirish uchun birinchi bitta tayoqchalik holatini yodlab qolsak kifoya qiladi. Ya, yo, yu, yo. Xuddi shu shaklda paydo bo'ladi. Mana shu 10 ta unlilarni biz tik va yotiq unlilarga ajratib olamiz. Yuqoridagi 5 ta harfimiz tik unli, quyidagilar esa yotiq unli sanaladi. Bu haqda biz salgina keyinroq to'xtalib o'tamiz. Hozir esa qo'shaloq unlilar, ya'ni diftonglar haqida to'xtalib o'tamiz. Qo'shaloq unlilar bular ikkita unlining qo'shilishidan paydo bo'lgan unli harflar, ya'ni qisqacha qilib diftonglar ham deb atashadi. Bu diftonglarni ham o'zlashtirishda oson yo'ldan foydalanamiz. Ya'niki birinchi, ikkinchi, uchinchi va to'rtinchi, mana shu hozirgi ekranimizda ko'rinib turgan 4 ta diftongni biz shunchaki hozircha y harflari deb qabul qilib turamiz. Oxirgisi esa uy, i va u harflaridan paydo bo'lgan. Hozircha birinchi to'rtlikni y deb qabul qilamiz. Ular y bo'lish holatlarini keyinchalik mashqlarda o'zlashtirib olamiz. Navbatdagi diftonglarni ko'rib chiqamiz. Bularda ham oddiy o'rganish usulini aytib ketaman. Bunda faqat o'sha unlilarni tez qo'shib o'qishga kifoya qiladi. Masalan, o va a, va ingliz tilidagi w bilan talaffuzi to'g'ri keladi. Faqat bularning ichidan ikkinchisi, ya'ni o va i birlashmasi v deb o'qiladi. Qolgan hammasi o'z harfida vo, vi holatida o'qiladi. Endi unlilarning ayrim bir xususiyatlari haqida to'xtalib o'tamiz. Koreys tilida yozuvda so'zlar yoki bo'g'inlar unli harflar bilan hech qachon boshlanmaydi. Agar so'z unli bilan boshlanadigan bo'lsa, ularga o'qilmaydigan undosh, ya'ni ingi undoshi qo'shib yoziladi. Bu o'qilmaydigan undoshlar yuqorida ta'kidlab o'tgan tik unlilarimizni oldidan qo'shib yoziladi. Yotiq unlilarning esa tepa qismidan qo'shib yoziladi. Qolgan barcha undosh harflar ham unlilar bilan xuddi shunday birikib shu tartibda qo'shib yoziladi. Bularni endi ozgina mana yuqoridagi misollar bilan mukammallashtirib qo'yamiz. Mana tik unlilar o'zini oldidan qo'shib oldi. Yotiq unlilar va diftonglar esa o'zini tepa qismidan o'qilmaydigan inga tovushini birga qo'shib oldi. Endi bularni bir takrorlab olamiz. A, ya, o, yo, u, yo, u, yu, u, i, y, ye,
와, 왜, 워, 왜, 위, 의.